10 kilo 200 dollardan bo'lganda 2000 dollar bo'ladi 2 oyda. 2 oyda 2000 dollarni 25 million. qayerda ishlaydi? Toshkentga borib 2 oyda 25 million o'zim demak azizlar, biz tavsiya qilib qolamiz. Mana shu kavrak o'simligini kavlashda, kavrak o'simligi shirasini, ya'ni smolasini olishda biz mahalliy aholini jalb qilgan holatda mana aka bilan mana tavsiya qilyapti. Boringki Dehqonobodga emas, yo Qashqadaryoga emas, o'zimizni mahalliy aholini, yoshlarni jalb qilamiz. Chunki chetga borib ishlagandan ko'ra o'zimizda 2 oy davomida ko'p, agar mehnat samarasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, unumdorligi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 3000 dollargacha, agar boshlanishida 2000 dollargacha ishlasa bo'lar ekan, to'g'rimi? 1000 dollardan ishlasa to'g'ri kelib, bir oyda masalan, ishni bilmaydigan odam bemalol ishlayotgan. Yana bu ertalabdan kechgacha ketmoncha olib pishmas. Hozir bir tagini ochib oladi, undan keyin shirani ertalab turadi-da, 2 soat, 3 soatda har bitta korobkani ustini ochib turib, har bitta kavrakni ustidan chiqqan shirasini oladi-da, tagidan kesib qo'yadi. Buni yana 2 kundan keyin yana kelib olaveradi. Hozir kavrak donasini. Demak, hozir Qashqadaryodan nechta bola kelyapti? Hozir 8 ta bola kelgan. Yollanma mavsumiy ishchilar. Yollanma bola 8 ta bola kelgan. 8 ta bola bizni hozir yerimizga o'chib ketmaydi. Yana bizga bir 8 ta 10 ta bola kerak. 8 ta 10 ta bola. Mana azizlar, haqiqatan mana ko'rib turibsiz, kavrak yetishtirilayotgan shifo kavrak. Fermer xo'jaligi kelganimizda mana akamiz ham aytayapti, haqiqatan ham bizga 10 ta, 8-10 ta bola kerak deyapti. Mana keling va oyiga o'sha 2000-3000 dollar ishlab keting 2 oy davomida. Toshkentga borib, yo bo'lmasa Rossiyaga, chet elga borib turib, pulini yarmini olib, olmasdan qaytib kelyapti. To'g'ri. O'zimizda mehnat qilsa, o'sha daromadni o'zimizning sharoitda ham, anaso sharoitida ham bemalol topsa bo'ladi. Qachondan boshlab kelib uchrashdim sizga? Ertadan kelsin, menga kelayotgan bo'lsa, mana ertadan kelsa, men ko'rsataman, hammasini tushuntiraman, qancha daromad olishini ham tushuntiraman. Kelib qo'shimcha shu o'zim bilmayman degan bo'lsa, mana shu Qashqadaryodan kelgan bolalarning yoniga bitta biriktirib qo'yaman-da. Mana shu bilan birga ishlaysizlar deyman. Assalomu alaykum Berdimurat aka. Qishloq xo'jaligini eng bir unumdor mahsulotlardan bo'lgan, bir daromadli ishdan biri bo'lgan kavrakchilik masalasi bo'yicha bir gaplashsak, biz xabaringiz bor, Arnasoy tuman hokimi tashabbusi bilan Qashqadaryo viloyatiga, Dehqonobod shahriga borib kelib, kavrakchilikni rivojlantirayotgan vaqtimizda bevosita shifo kavrak tomonidan mana shu joyga bir 25 gektarmi, adashmasam? 25 gektar maydonga kavrak ekilgan ekan. Mana shu kavrak o'simligi haqida bir ikki og'iz suhbatlashsak. Bu qachon boshlab ekdingiz va hozirgi kunda daromad qanaqa bo'ldi? Daromadga chiqdingizmi? Kavrak o'simligi juda haqiqatan siz aytgandek serdaromad o'simlik. Keyin bu ko'p mehnat ham talab qilmaydi. Xalqimiz shu kavrakning orqasidan ham boyvachcha bo'lsa bo'ladi. Chunki aytganimiz biz 2015-yilda yerda olgan bo'lsak, 2017-yilda kavrak ekkanmiz. Bu yerlar mana shu 25 gektar bu yerda, naryoqda 10 gektar yerimiz lalma yer. Sug'or bir marta mana shu kavrakni ekkanmiz. Yerda haydatib turib, sepib turib ekkanmiz. Undan keyin sug'orishda ham iloji bo'lmadi, lalma yer, suv ichmaydigan yer. Hozir 7-yil bo'lyapti. 7-yilda, o'tgan yil 6-yildan boshlagandik shira olishdi. Bu kavrakni nimasi xalq ko'p tushunmaydi, nimasi foydali ekan buni deydi. Bu birinchidan oziqa bob. Barglarni quritib qo'ysa, qishi bilan molga yeb bersa bo'ladi. Bundan tashqari biz asosan qiladigan daromadimiz kavrakdan shira olinadi. Danak olinadi. Kavrakdan olinadigan shirasi bizni meditsinada juda ko'p foydali jihatlari bor. Farmatsevtikada o'sha kavrak o'simligidan tayyorlanar ekan, dorilar. Ha, kavrak tarkibida kavrak shirasi qo'shiladi. Chunki bu kavrakni men hozir kitoblarda ham, keyin internetda ham o'qisangiz, asosan Hindiston oladi, bizda hali ishlab chiqarish uncha yo'lga qo'yilgan yo'q. Hindiston doriga qo'shadi. Keyin bundan efir moyi olinadi. Buni mana ko'rsangiz hidini sassiq kavrak deydi, hidi bor. Efir moyi butun Fransiya eng kuchli qilinadi atropolar mana shundan hididan olinadi. Mana shundan olinayotgan moydan olinadi. Chunki hidi ketmaydi. Keyin Hindistonda, Pokistonda buni ziravor sifatida ham foydalanadi. Ziravor sifatida olinayotgan shirasini, keyin danagi bor, danak degan mahsulot olinadi, olinganni ziravor sifatida biz mana zira ovqatga qo'shib turib
ishlatiladi, iste'mol qilinadi. Iste'molga yaroqli ziravor sifatida foydalaniladi, to'g'rimi? Keyin yana bitta xalqda o'sha Hindistonda bitta maqoli bor. Kavrak qo'shilgan ziravor sifatida qo'shilgan ovqatni yesa, temirni ham oshqozon hazm qiladi deydi. Demak, Xitoy Koreyalardami jinshin bo'lsa, O'zbekistonda kavragida. O'zbekistonning kavragi, lekin tarkibi men 2-3 marta internetda ham boshqa joyda ham ko'rdim. Buni tarkibi, buni foydaliligi jihati O'zbekistonda jinshindan ustun turadi. Mana shu 7 yillik kavraklar. Mana shu kavraklar ekilganiga 7 yil bo'ldi. O'tgan yili shira olishni boshladik. Bu yil xudo xolasa mo'ljalimiz undan ham ko'proq miqdorda shira olish, chunki sug'orilmaganligi uchun, ko'p ishlov berilmaganligi uchun biri zinch bo'lgan joyda sal kichkinaroq, alohida o'sgan, mana buni ko'ryapsiz, alohida o'sgan bitta joyda bitta o'sib turibdi, buni katta juda, tomiri katta bo'lib ketgan. Kavrakda asosan tomiri qancha katta bo'lsa, o'shancha shirani ko'p beradi. Demak, qarang, mahalliy usulda yetishtirilayotgan kavraklar yovvoyi usulda, ya'ni tabiatda o'zi tog'larda o'sadi-ku, unga nisbatan bizlarda ertaroq yetiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bizlarda chunki agrotexnikasi beriladi. Agrotexnika berilsa, mana shu Arnasoy sharoitida ham agar sug'orilayotgan yerga ekilsa, yo bo'lmasa mana bunday lalma yerga ham ekilib turib, o'zi bu kavrakning o'sish vegetativ davri 2 oy. Qaysi oyga to'g'ri mart oyida oxiridan chiqadi, martda 15larda ko'karishni boshlaydi. Aprelda o'sadi. Mana o'zi bugun 30-aprel. Tega qurib bo'ladi, mana sarig'ini ko'ryapsizlar? Undan keyin o'sish to'xtaydi-da, tagidagi tomiri ham katta bo'lishga to'xtaydi. Demak, o'zini 2 oydan keyin vegetatsiya jarayoni to'xtaydi, to'g'rimi? Vegetatsiya jarayoni to'xtaydi. Unga suv bersa ko'karadimi, ko'karmaydi? Suv bersa, o'sha vegetatsiya jarayoni sal cho'ziladi-da, iyunda 15largacha boradi-da. Rivojlanishi, tomirining katta bo'lishi katta bo'ladi. Suv bersa, bunga hozir mahalliy o'g'it, keyin amafos bersa, yerini biz naryoqda hozir bugun ertalabdan tugatdi. Biz bugun bu yil kultivatsiya qildik. 90 ga paxtani o'rniga qilib turib 90 lik qilib ekkanmizda kultivatsiya qildik, tagini yumshatdik. Yumshatganimiz sababi mana o'tlarni o'zi rivojlanishi suv bo'lmagandan keyin to'xtaydi. Endilga kuzda, qishda, bahorda boyaga suvlar kavrak tomiriga boradi-da, o'sishi rivojlanadi. Yana bitta savolda qarang. Kavrak 2 yillik ko'chat ekilgandan so'ng o'zimizda mana shu necha yildan keyin kavrakni hosilini olishga kirishadi? Biz bu yerga faqat urug'dan ekkanmiz. Ko'chatni mana bu yerga bo'ltirib o'tgan yil ko'chat olib ekdik. 2 yillik, 3 yillik ko'chat olsa, 2 yildan keyin hosil shirasini olsa bo'ladi. Demak, ekilgandan keyin 2 yildan. 2 yildan, ha. Biz buni 7 yilda ekkanmiz, biz urug'dan sepganmiz, shuning uchun yana bitta o'sha joyi qiziq bo'ladi. Hosil olishga kirishgandan so'ng, masalan, 5 yil bo'ldi. Dastlabki ko'chatni mana olib tashlagandan keyin, ustidagi barglarni olib tashlagandan keyin tagidan shirasini olishga kirishamiz. O'sha qaysi vaqtgacha, iyun oyidan boshlanadimi? Iyun oyidan boshlab qaysi oygacha qirqib olinaveradi? Buni sizlarga tushuntirsam, oddiy qilib, hozir sarg'aygan boshlaganlar tayyor bo'lyapti. Mana sarg'ayib boshlagan. Mayda o'zi 15gacha sarg'ayib bo'ladi, 20gacha mana ko'm bo'lib turgan barglar hammasi sarg'ayadi-da, bu uyquga ketadi. Uyquga ketdi degani usti ko'karish to'xtaydi. Tagidagi tomir turaveradi. Yanagi yili katta bo'lishga boshlaydi. Ungacha hozir o'zgarmaydi. Shuning uchun sarg'ayishni boshlangandan keyin hozir 10-15 kundan keyin ustini kavlanadi, ustini ochiladi-da, dimlanadi. Dimlanadi deganim kavrakni o'zi tagiga ustini yopgandan keyin tagi lavlagisimon. Lavlagisimon, ha. Tagi tomiri. Lavlagisimonda u o'sha o'ziga ustini yulingandan keyin soch deydi bor, mana ochganda ko'rsataman. Soch deyiladi. Sochi yulinib qilgandan keyin o'zi tepaga harakat qilishni boshlaydi. Shira tepaga qarab haydaydi. Shira pastdan tepaga ko'tariladi. O'shanga 10 kun, 15 kun ustini turpoq bilan yopib turib ko'mib qo'yish kerak. 15 kundan keyin mayda 15larida hozir mana balla kelib boshladi. Shira ko'mishdi. Dimlashni boshladi. 15larga keladi-da, shira olishni boshlaydi. Keyin ustini ochadi-da, pichoq bilan kesib turib shira chiqaradi. Mana shu shira olishi bitta kavrakni misol uchun 10 kun, 15 kun dimlagandan keyin, 10 kun, 15 kundan keyin boshlanganda qaysi oygacha olinadi bu shirasi? Qancha davom etadi? Agar kavrakni katta kichikligiga bog'liq, mana bizning kavraklardagi 2 oy indamasdan olinadi. 2 oy olinishi. 2 oy olinadi. Mayda 20-yilda ham boshlasin, iyunda 20gacha olinadi. O'tgan yili mana shu yerda biz avgustda, sentyabrda ham oldik shirasini. Chunki bu yerda kavrakni
narigi kavraklarga nisbatan 1 yil oldin ekilgan. Bu yerdagi kavragimiz. 2,5 oy, 3 oy shira olsa bo'ladi. Keyin bo'lgandan keyin yana o'sha kavrak vegetatsiya jarayoni boshlanib bo'ladimi yo? Bu yil oldingiz masalan kavrak bo'ldi. Kattalarni terib oldingiz. Endi ko'karadi, bu ham ko'karmaydi emas, qurmaydi, ko'karadi. Ko'kargandan keyin lekin bundan shira olib bo'lmaydi. Bundan yonidagi katta bo'ladi-ku. Mana o'tgan yili olingan kavraklarimizdan katta bargli turibdi. Ana shira olingan, undan bu yil olmaymiz. Endi yanagi yiliga shira olamiz. Mana bulardan bu yil olamiz. Demak, tushunishim bo'yicha shira olingandan keyin 2 yil olinmaydi. 3-yil keyin yana qayta olinsa bo'ladi. Yo'q, 1 yil olinmaydi. 1 yil olinmaydi. 1 yil olinmaydi, keyingi yil olinadi. Mana shu tariqa necha yil davom etadi bu? 7 yil, 8 yil. 7 yil mana shunday kamida. Agar 1 yil olinmay, 2 yil. Yo'q, bu har yil olsa ham bo'ladi bunga. Bundan olsa. Biz kamroq shira beradi, bunga biz kavragimiz ko'pligidan kamroq shira beradi, bu teginmaymiz o'zimiz. Yengil ko'proq olamiz. Endi qiziq, qarang. Hozir bitta kavrakdan qancha shira olinadi? Bitta kavrakdan masalan 1 yil davomida, masalan 3 oy davomida, 4 oy davomida olamiz deyapsiz. Qancha shira olinadi? Va hozirgi kunda shira olishda mavsumiy ishchilar bo'ladi-ku, qayerdan olib kelib ishlatyapsiz? Mavsumiy ishchilari oyligi qanaqa bo'lyapti hozir? Kavrakda yiliga katta kichikligiga qarab, sug'orilgan bo'lsa, tomirining katta kichikligiga qarab turib olayotgan bo'lsa 100 grammgacha 50 grammdan mana ulardan o'zi bir dona kavrak 2 oy davomida. 2 oy davomida. 2 oy davomida shira olinadi-da. 100 grammgacha olish mumkin. Biz 50 grammdan kam olmaymiz mana bu kavraklardan. Bitta donasidan. Biz hozir keyin ishchilar masalasida kelsak, ishchilar bizni mahalliy aholi uncha o'rganmagan, jalb qilyapmiz. Tavsiya qilib olasizmi mahalliy aholi? Mahalliy aholiga bemalol tavsiya qilaman, agar kelsa, mana biz asosan bu kavrak shirasini olayotgan Qashqadaryodan olib kelib ishlatyapmiz-da. Hozir mana ko'rdik 8 ta bola ishlayapti. Ular 2 oy ishlaydi-da, 2 oyda ko'p bo'lgani 50 kilogacha oladi. 3 dan biriga ishlaydi. Demak, olayotgan shirani 3 dan birini ishlayotgan odam o'zining ish haq sifatida oladi. Ish haq sifatida oladi. Masalan, hozir 50 kilogacha oladi. 50 kilodan ko'p ham bo'lgan bor. 45 kilo olsin, 3 dan biri 15 kilo shira qolyapti. 2 oy ichida 15 kilo shira qolyapti. 1 kilo shiraning narxi hozir $200, eng pasti. Bo'lmasa $300. 15 kilo shirani hisoblang. $200 dan bo'lganda ham $3000 bo'lyaptimi? $3000. $3000 2 oyda, 3 oyda ishlayapti. Bizni mahalla mayli aholi bu Dehqonobodda Qashqadaryoning balalardek ko'p olmasin. 30 kilo olsin. 30 kilodan 10 kilosi o'ziga bo'ladi. Albatta, boshqasi o'zimiz hisobdan qilib beryapmiz. 30 kilo oddiy ishchi o'zimizga o'rgansa, 10 kunda, 5 kunda o'rganadi. 30 kilo shira olsinda 10 kilo uniki bo'lsin. 10 kilo $200 dan bo'lganda $2000 bo'ladi 2 oyda. 2 oyda $2000 qayerda ishlaydi? Toshkentga borib 2 oyda 25 million o'zimizga ishlaydi. Demak, azizlar, biz tavsiya qilib qolamiz. Mana shu kavrak o'simligini kavlashda, kavrak o'simligi shirasini, ya'ni smolasini olishda biz mahalliy aholini jalb qilgan holatda mana aka bilan mana tavsiya qilyapti. Boringki Dehqonobodga emas, yo Qashqadaryoga emas, o'zimizning mahalliy aholini, yoshlarni jalb qilamiz. Chunki chetga borib ishlagandan ko'ra o'zimizda 2 oy davomida ko'p, agar mehnat samarasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, unumdorligi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, $3000 gacha, agar boshlanishida $2000 gacha ishlasa bo'lar ekan, to'g'rimi? $1000 dan ishlasin, to'g'ri kelib, bir oyda masalan, ishni bilmaydigan odam bemalol ishlayotgan. Yana bu ertalabdan kechgacha ketmoncha olib pishmas. Hozir bu tagini ochib oladi, undan keyin shirani ertalab turadi-da, 2 soat, 3 soatda har bitta korobkani ustini ochib turib, har bitta kavrakni ustidan chiqqan shirasini oladi-da, tagidan kesib qo'yadi. Buni yana 2 kundan keyin yana kelib olaveradi. Bitta bola, mana shu Qashqadaryodan kelgan bolalar, bitta bolasi 3000 ta kavrakka ishlayapti. 3000 ta kavrakni bitta bola ishlaydi. Bitta bola 3000 ta kavrakdan o'sha 50 kilodan ortiqroq shira olyapti. Bizni hozir maydonimizda bitta bola 3000 ta bo'lib oladi. 2800 3000 ta shira oladi. Hozir kavrak donasini. Demak, hozir Qashqadaryodan nechta bola kelyapti? Hozir 8 ta bola kelgan. Yollanma mavsumiy ishchilar. Yollanma bola 8 ta bola kelgan. 8 ta bola bizni hozir yerimizni o'chib qilmaydi. Yana bizga bir 8 ta 10 ta bola kerak. 8 ta 10 ta bola. Mana azizlar, haqiqatan mana ko'rib turibsiz, kavrak yetishtirilayotgan shifo kavrak. Fermer xo'jaligi kelganimizda mana akamiz ham aytayapti, haqiqatan ham bizga 10 ta, 8-10 ta bola kerak deyapti. Mana keling va
oyiga o'sha 2000-3000 dollar ishlab keting 2 oy davomida. Ya'ni bu kavrak haqida masalan qancha joyda hozir kavrak yetishtirilyapsiz? Qancha joyga? Masalan, maydoni qancha? Mana kavlanadigan kavraklar, masalan, nima deydi? Yetishtirilgan, birinchi ekilgan kavraklar maydoni qancha? O'tgan yil qancha daromad ko'rdilaringiz bu borada? Bizda o'zimizda Shifo kavrak fermerlik xo'jaligining 55 gektar yeri bor. 25 gektar yerga kavrak ekkanmiz hozirgacha. O'tgan yili qilgan daromadimiz endi shuncha ko'rdimda, o'tgan yili o'zimizning ro'zg'orimizdan tashqari qilgan daromadimizga yana 10 gektar qo'shimcha kavrak ekdik. Chunki vaqt o'tgan sari bularda ham 5 yil, 10 yildan keyin bu kavrak joylar tozalanadi-da, bundan hosil bermay qoladi. Unga o'sha vaqtda bu yerda haydab turib ekanmizni, boshqa ekanmizda, keyin narigi kavrakdan ekkan bulturga ekkan kavragimizda chiranib olaveramiz. Biz siklni to'xtatmaslik uchun. Ha, demak davomiy bo'lib ketadi. Davomiylik bo'lish uchun. Mana 10 gektar o'tgan yili 10 gektar qilgan daromadimizga qo'shdik. Yana 20 gektar yerimiz turibdi. Uni bu yil yana 10 gektar niyatimiz bor qo'shishga. Yana yil 10 gektar qo'shib boramiz. Chunki sikl davom etaveradi. Bu yerda odam yozimidan ishlash kerak. Foyda olish kerak, biz ham foyda olishimiz kerak, ishlayotgan odamlar ham foyda olish kerak. Demak, Shifo kavrak fermer xo'jaligi tomonidan hozirgi kunda bu kavrak nechta xil turlar ekilgan? Bizda aynan mana shu tur haqida ham bir ikki og'iz gapirib o'tsangiz. Bizning fermer xo'jaligimizda, Shifo kavrak fermer xo'jaligida kavrakni tajriba tariqasida ekkanmiz. Boshlaganimiz shundan bo'lgan. Buni boshlanishiga oldingi men suhbatlarda ham aytganman. Tog'am, rahmatli tog'am professor shu kavrak bilan shug'ullanib ilmiy ishlar qilganlar. Ilmiy ishlar qilganlarda tajriba tariqasida bizni mana shu o'zimiz yerimizga kavrakni 4 xil navdan ekkanmiz. Qo'qiston kavragi, Navoiy kavragi, keyin F1 degan kavrak 4 xil sidan ekkanmiz. Bu ekkanimizning sabab qaysi Arnasoy sharoitiga qaysi kavrak yaxshi samara beradi. Iqlim to'g'ri keladi. Keyin biz hozir bildik, mana bu biz turgan joyda ekilgan kavrak Uljon kavragi deydi, Uljon. Oti Uljon deydi. Buni shirasi qimmat yuradi, eng qimmat yurayotgani. Ham ko'chati ham qimmat ochig'i. O'tgan yili seminar qilganda ham buni ko'chati 1,5 ming, 2 yillik ko'chatlar 1,5 ming, 2 ming ko'chat. Yana nariyoqqa ekkanmiz, mana sarg'aygan hozir bizda tez tayyor bo'lgan Delba degan Navoiy kavragi bor. Delba deydi. Delbani ekkanmiz. Delba ham shirasal arzon bo'lgan bilan shirani ko'p beradi. Arnasoyda sharoitiga Delba juda moslashuvchi ekan. Chunki bundan oldin hozir ham mana Arnasoyda yurgan bo'lsalaring, zavurlardizida, boshqa joyda, mana Balg'oz yonlarida tabiiy holda o'sgan kavraklar bor. Tabiiy holda o'sib yotibdi. Unga hech kim ekmagan ham, shamol uchirib kelgan, urug'dan tushgan. Arnasoy sharoitida Delba Uljonga nisbatan Delba navi yaxshi moslashuvchi ham tomiri kattaroq bo'ladi, ko'proq shira beradi. Buni narxi qimmat bo'lgani bilan ozgina shira olib turib shuncha qilgan bilan Delbadan ko'proq shira beradi-da, narxi arzon bo'lgani bilan o'shani bir-birini qoplab ketadi. Buni baroni eksam navdan shuncha foyda qilaman, bunni eksam shuncha foyda qilaman degan narsa yo'q. Faqat mehnat qilib eksa ekovi ham bir xil daromad bir xil beradi. Chunki bu shirani ko'p berish hisobiga, bu Uljon kavragi shira qimmatligi hisobiga. Demak, bevosita tavsiyalaringizni bildirib qo'ysangiz. Tavsiyalarim o'zimizda o'sha Arnasoy aholisiga aytaman, mahalliy aholida bo'sh yotgan yer ko'p, mana agorodida yer ko'p. Bu ko'p mehnat talab qilmaydi. Ekib qo'ygandan keyin suvli yer bo'lsa 4 yilda, suvsiz yer bo'lsa 5 yil, 6 yilda shira olsa bo'ladi. Faqat uni kutish kerak. Keyin mehnat qilib qo'ysa unaqa buni vegetatsiya qilib turib, dori berib, yiliga chopish ham uncha shart emas. Lekin qancha ko'p ishlov bersa, shuncha katta bo'ladi. Bu Toshkentga borib, yo bo'lmasa Rossiyaga, chet elga borib turib, pulini yarmini olib, olmasdan qaytib kelyapti. To'g'ri. O'zimizda mehnat qilsa, o'sha daromadni o'zimizning sharoitda ham
Arnasoy sharoitida ham bemalol topsa bo'ladi. Mana shu bo'sh yerlarimiz, mana bu yil o'tgan yil kavrak ekkan yerlarimiz bor-ku. Ana shu yerga biz suv chiqmaydi, nasos bilan sug'oramiz. Ana shu yerga biz 7 yil, 5 yil kutib yuramizmi deb qavun ham ekdik, tarvuz ekdik. O'tgan yil mana bu ekkan yerlarimizda arpa ekkandik. Lekin undan olayotgan daromad qilgan mehnatim bilan bir-birini zo'rg'a qopladi. Lekin mana bu Kavrak. mehnati kam, xarajati kam. Mana bunday daromad keyin o'zimizcha bu yil arpa ham ekmadik. O'tgan yil 5 gektar yerga arpa ekkandik. Arpani olayotgan arpamiz daromadimizdan ko'ra mana bu daromadi yaxshi bo'ladi. 5 yil kutsak ham dedik-da. Mana o'sha yana 5 gektar yer qo'shib 10 gektar yerga o'tgan yil qo'shimcha kavrak plantatsiyasi tashkil qildik. Demak, azizlar, haqiqatan kavrak o'simligi bizni iqlim sharoitimizga to'g'ri kelganligi uchun Navoiy kavragi ekilgan. Ya'ni ushbu kavrak suvsizlikka chidamli. Suvsizlikka chidamli. Tavsiya qilib qolasizmi yoshlarimizni mana shu ishga taklif qilib qolasizmi o'zingiz? Nima deysiz? Yoshlarimizni mana hozir kelib Qachondan boshlab kelib uchrashsin sizga? Ertadan kelsin, menga kelayotgan bo'lsa, mana ertadan kelsa men ko'rsataman. Hammasini tushuntiraman. Qancha daromad olishini ham tushuntiraman. Kelib qo'shimcha shu o'zim bilmayman degan bo'lsa, mana shu Qashqadaryodan kelgan bolalarning yoniga bitta biriktirib qo'yaman-da. Mana shu bilan birga ishlaysizlar deyman. Bizda mavsumiy ishchilar ham kerak. Mavsumiy ishchilar kerakligi kecha yanvar oyida quyosh chiqib ketgan vaqtda mana shu yerga ekdik. Ochig'i fermer xo'jaligimizga aformat qilib yurmadik-da. Zarafshon mahalla. Zarafshon mahallasining ayollari mana 8 ta odam keldi, hozir ketdi. 8 ta odam kunlik kelib ishlab ketyapti. Kunlik 10 kun, 15 kun ularga ham ish bor. Chunki buni kavlaydi. Undan keyin damlashga yana bir chaqiramiz. 3 kun, 4 kun yana keladi. Hozir paxta hali boshlangan yo'q, uncha chopig'i, boshqasi. Biz uyda o'tiribmiz. Sal oilaga yordam beraylik, ishingiz bormi debdi. Biz telefon qilyapmiz. O'zlari kelib mana ishni ko'rsatyapmiz, qilib ketyapti. Tushunarli. Haqiqatan mana azizlar, oyiga 2 oy davomida 2000-3000 dollar ishlashni xohlasangiz, mana Shifo kavrakka kelib, bevosita kavrak kavlab, 3 dan birini olib bemalol o'z daromadingizni, oilaviy daromadingizni oshirishingiz mumkin. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda. Sog' bo'linglar.